Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Arab alifbosi va fonetikasi turkumidan 5-darsimizni boshlaymiz. Al-lug'atul arabiyyatu ad-darsul xamisu. Demak, bugungi mavzuyimiz kayf va mim harflariga bag'ishlanadi. Rejamiz ham o'z-o'zidan ikkita harfga bag'ishlangan holda ikki qismdan iborat. Birinchisi kayf harfiga, ikkinchisi esa mim harfiga bag'ishlanadi. Demek kafın yani kaf harfi K undash tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 22 harfi. O'zbek tilidagi K tovushi kabi talaffuz qilinadi. To'rt ko'rinishli harf. Demak, to'rt ko'rinishli harf o'zidan oldingi va o'zidan keyingi harflarga ulanadi. Abjad hisobi 20. Biz yuqoridagi darslarimizda aytib o'tganmiz. Abjad hisobi tartib raqami arab alifbosi tartib raqamlariga mos kelmaydi. Demak, yozilishi bu yerda yozilish usullari demak tepadan pastga alohida va so'z boshi ko'rinishlarida demak so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishlarida esa o'ngdan chapga qarab yozilgan. Demak, mana shu shakllarda harf yoziladi. Demak, kaf harfiga harakatlar bilan qo'yganimizda u quyidagi tarzda o'qiladi. Fatha harakati bilan K, kasra harakati bilan Ki, damma harakati bilan Ku. Kitabun, kitab, kitabun. Demak, bu yerda o'sha kaf harfi ifodalangan K tovushi ishtirokidagi so'z yozilgan. Kitabun. Alohida shakli satrdan to'liq tepada, so'z boshi shakli ham satrdan to'liq tepada yoziladi. So'z o'rtasi ko'rinishi ham shunday, so'z oxiri ko'rinishi ham shunday. Demak, pastdagi ikki qatorda yozilishi ko'rsatib o'tilgan. To'liq satrdan tepada. Hamma ko'rinishlari satrdan tepada yoziladi. Demak, kaf harfi ishtirokidagi so'zlar. Kutubun, kutub, kutubun, kitoblar. Kutubun, leka, leka, senda, senga yoki senda bor. Leka. Kelbun, kelbun, kelbun. Demak, bu yerda leka so'zida so'z oxiridagi ko'rinishi, kutubun so'zida so'z boshidagi ko'rinishi, kelbun so'zida ham so'z boshidagi ko'rinishi. Kelbun it degan ma'noni beradi. Kelb. Demak, keyingi so'zimiz baktun, ya'ni urushish degan ma'noni beradi. Ya'ni janjal ma'nosidagi. Baktun. Bu yerda so'z o'rtasidagi ko'rinish. Shuningdek, katibun. Bunda so'z boshidagi ko'rinishi berilgan. Katibun. Kaf harfining so'z boshidagi ko'rinishi. Kotib, yozuvchi degan ma'nolarni beradi. Keyingi harfimiz mim harfi. M undash tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 24 harfi hisoblanadi. Xuddi o'zbek tilidagi kabi talaffuz qilinadi. Demak, to'rt ko'rinishli harf. Abjad hisobi 40. Mim yoki mimun harfi. Demak, fatha bilan M, kasra bilan mi, domma bilan mu tarzda o'qiladi. Maizun, maizun, maiz. Bu echki degan ma'noni beradi. Demak, alohida shakli dumaloq qismi satrdan tepada, ilmoq qismi esa pastga tushadi. So'z boshi shakli to'liq satrdan tepada. So'z o'rtasidagi shakli ham to'liq satrdan tepada yoziladi. So'z oxiridagi qismi xuddi alohida shakli kabi, demak, ulangan qismi hamda ilmoq qismi satrdan tepada, qolgan qismi satrdan pastda yoziladi. Demak, quyidagi ikki qatorda yozilishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu yerda satrdan tepada qaysi qismi turadi va satrdan pastda qaysi qismi turishiga e'tibor beramiz.
ya'ni dumaloq qismi satrdan tepada va pastga qarab tushamiz. Mimun, mim ishtirokidagi so'zlar. Maktabun, maktabun, maktab. Bu yozuv stoli. Malikun, malikun. Bu podshoh. Namlun, namlun. Chumoli. Demak, yuqoridagi ikki so'zda mim so'z boshida ishtirok etgan bo'lsa, namlun so'zida so'z o'rtasi ko'rinishidan foydalanilyapti. Antum, sizlar, ya'ni muzakkarda, o'g'il bolalarga nisbatan. Arab tilida ko'plikda ham so'zlarning jinsi mavjud, ya'ni rod mavjud. Antum, antum. Bunda mim so'z oxiri ko'rinishidan foydalanilyapti. Men, bu kim degan ma'noni beradi. Men, kim, so'z boshi ko'rinishidan foydalanilgan. Bundan tashqari so'z oxiri ko'rinishi tammun, ya'ni alohida ko'rinishi bu yerda, chunki so'z oxiri ko'rinishi emas, alohida ko'rinishi foydalanyapti. Garchi so'z oxirida kelayotgan bo'lsa ham, chunki alif o'zidan keyingi so'zga ulanmaydi. Hurmatli talabalar, demak, siz mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javoblar tayyorlashingiz kerak. Birinchisi, kaf harfi necha ko'rinishli harf va satr usti yoki satr osti harf. Shularni farqlashiga e'tibor qarating. Ikkinchisi, mim harfi necha ko'rinishli harf va u qanday yoziladi. Demak, kaf va mim harflari ko'rinishlarini yod oling. Demak, mavzuga tayyorgarlik ko'rishda esa, hurmatli talabalar, sizga mana shu adabiyotlar tavsiya etiladi. Siz ularni ekraningizda ko'rib turibsiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.